Assalomu alaykum hurmatli bobo dehqonlar. Biz yana o'sha bodring mavzusidamiz. Bu yil juda ko'pchilikka Gollandiyani yangi gibridi Starway deb tarqatganmiz. Dehqonlar baraka topyapti. Mana atablana qilib yoqqanlar. Hozir juda chiroyli massaga kirdi, uzib sotishyapti. Endi mana shu холодный teplitsalarga уже navbat kelibdi, mana pishib qolibdi. Biz hozir o'zimizda Oltiariq tumanida Chinortagi mahallasidan video qilyapmiz uzumchidan. Mana shu teplitsadan oldin Rocky navlarini ham ko'rsatganmiz, akamiz ekib chiroyli tarbiyalagan. Mana bugun Starway'ni xudo xohlasa birinchi terimi ertaga-ertalab bo'ladi. Bir video oling Baxtiyorjon deydi, mana yetib keldik. Mana ko'rib turibsizlar, hozir mana shu Starway bodringlarimizning mana hosillari. Bu Starway ko'proq taydan beradi. Tepaga qaraganda ham mana o'zi sekin chiqib ketyapti. Bu ko'chatlarimiz qachon ekilgani, necha kunlik, sovuqdan oldin ekilganmi? Hammasini hozir dehqonimiz Umidjon akadan bir so'rab olamiz. Qanaqa o'g'itlar bergani, hammasi haqida Umidjon akani o'zidan so'rab olamiz. Xo'p, Umidjon aka, keling endi. Bir nechta, mana shu shakatdan kelavering. Bir nechta savollar bo'lib qoldi, sizga savollarni beramiz aka. Assalomu alaykum Umidjon aka. Alaykum assalom, kelinglar. Mana o'sha urug' olib ketganingizga ham 2 oy bo'lib qolibdi. Orada ko'chat bo'ldi, boshqa bo'ldi. Mana ekdim dedingiz. Go'da Telegramdan ham tashlab turibmiz. Xirmonga baraka, mana o'zedog'on paytlari kelib qolibdi, juda chiroyli bo'lib. Umidjon aka, endi juda ko'p dehqonlarimiz bizdan so'rashadi. Bu qachon ekilgan, qanaqa ozuqalar berdi, shular haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Endi birinchi so'rashimiz, qachon ekkanmiz yerga? Yerga 28-fevral kuni ekkan. 28-fevral. Demak, bugun aprelda 1-kuni bo'lsa, 33 kun bo'ldi. 33 kunda уже terimga tayyor bo'ldi. Agar sovuq bo'lmaganda bu 30 kunga qolmay bo'lardi. Sovuqda ham ancha kun oyda qoldi. Haligi 10-11 martalarda kelgan minuslarda. O termiz o'zingiz aytgandek, pastidan ham, o'rtadan ham termiz qildi. Sariq tutatdik. Sariq tutatib ushlab qoldik. Ushlab qoldik. Lekin o'sha paytlarda ozmoz stressga ham tushdi. Tushib bo'lmalishi bilan o'zi aslida meni mo'ljalim 30 kun ham emas. Shu 25 kunlarda uzishingiz ham mumkin edi. Haqiqatan ob-havomiz injiq keldi. Bu yilda injiq keldi, dehqonlarni qiynadi. Ba'zi bir dehqonlar tomonidan haligi negativ fikrlar ham bo'ldi-da, bu Starway namimizga. Lekin havola yurishib ketgandan keyin hammasi yaxshi o'rnida zo'r ketyapti dedi. Endi men aytganim bu paytgacha Starwaydan bitta video ham qildik. Asosan atablana yoqib isitganlardiki, bu sizniki холодный, hech bola yoqmagansiz. O'sha duga boshqa bilan. Kecha Samarqandda Paxtachi tumanida bir Sultonobod degan joy bor, o'zim ham borganman bu aka. Juda dehqonlar ko'p, teplitsalar ko'p. Hatto dehqonim ham xuddi sizdaqa vaqtlarda ekkan, kecha birinchi terimni qildi. Xudo xolasa mana endi холодныйlar mevalarni hosil berishni boshladi. Endi bundan bag'i xudo xolasa kuchayaveradi. Endi Umidjon aka, bu ko'chatlarimizga mana hozir tomchilatish orqali yoki chuquriga haligi oldin aytganimdek bir o'g'itlardan ham gapirib o'ting, nimalar berdingiz? O'g'itlardan bo'ldi. Bu urug'larning davri o'tdi. Bularni bir chekkaga olamizda. Bu qanaqa urug'ligini yaxshi bilasizlar. Starway. Hozir mana Starway. Hurmatli bobo dehqonlar, hozirgi paytda trendda Starway. Bemalol mana videolarni ko'ryapsizlar. Mana shu Starway gibridimiz bundan bag'dagi yoz oylariga ham o'ta issiqqa chidamlik. 2 sinovimizdan o'tgan. Qo'rqmasdan ko'rasizlar. Mevalari jozibali, necha tashamaydi, hosildorligi o'ta yuqori hamda urug' maydaligi hisobiga qattiq bodring. Mana shu chiqib turgan telefon raqamlariga bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Starway gibridini eking, baraka toping, boy bo'ling. Birinchi ekib turganimizda hali gidrokompleksdan baklashgan qopqog'ida tashladik. Keyin hali aralashma bor ekan, hali qizil, qora amapos. Uni olib kelib, uni ko'mdim, tekizlayap turib. Keyin 2 marta turpoqmal ham oqqizdim. Turpoq mahlamni ishlatdingiz. Keyin ibtihordan borib
hali magniy, fosfor nima Unaqa. adaqa qilib berdi. Undan bir marta oqizganmiz, mana hali ijtimoiy qilganmiz. O'shanaqa. Hurmatli bobo dehqonlar, bu ko'chatlarimiz attiga 33 kunlik. Hali bular mana shu sim bo'yiga kelib, boshqa bo'lganda yana bitta video chiqarishimiz mumkin. O'ta boshqacha bo'ladi. Keyin mana hozir mana shu yerda bitta bodringni uzib ko'rsataman. Mana uzun, ko'rsating, mana hammasi deydi. Mana hozir Starway navimiz juda ko'p joylarda rangi och degan gaplar bo'ldi. Qish paytida quyosh ko'rmagandan keyin rangi och bo'ladi. Mana hozir bozorbop. Mana kaltaligi uzunliklarini ham ko'rib turibsiz. Bu jicha uzayishi mumkin. Palaklar jicha tepaga ko'tarilganda yana 1 santimetr qo'shilishi mumkin. Lekin rangi o'sha xalqimiz xohlagandek o'ta qora ham emas, o'ta och ham emas, juda chiroyli. Asakalik bir ukaxonimizning gapi bo'yicha o'sha jahon bozorida sotilar ekan. Starway bozorda oldi bo'yapti ekan hozir chiroyliligi bo'yicha. Xudo xolasa ertaga siz bozorda ko'rasiz. Bozordagi hollarini, boshqani telefon orqali gaplashamiz. Hurmatli bobo dehqonlar, Starway'imizda ozgina o'ziga joziba berib turadigan chiziqchamiz bo'ladi. Bilsalaringiz uzun gladki navlarda bo'lardi bu chiziqcha. Bu bodringimizda ham bor mana. Ta'mi ham juda shirin. Nima deydi? Qattiqliklari ham yaxshi mana. O'zi aslida birinchi mevalar juda kech yetiladi. Masalan, 10 kun yoki 15 kun atrofida sekin-sekin katta bo'lish hisobiga yumshoq bo'lishi mumkin, lekin hozir shu holatda ham mana juda qoniqarli ahvolda. Endi hozir Umidjon aka, bu teplitsamizda asosiy sizni qiladigan ishingiz mana to'g'ri nima beribsiz havolarni. To'g'ri havoni berish kerak. Keyin mana hozir ayni paytda bugun teplitsangizni bilmadim 40 dan ham oshib ketishi kerak. Oshib ketdi. Qo'qib ketdi, boshqa o'lib baklari sal tashlasa, loyqa-po'qa sochib qo'ymang. Quyosh nuri bilan bu Starway'da biz eng issiq cho'qqiga chiqqan paytlari iyun, avgust oylarida ham ekib ko'rganmiz. Issiqqa bardoshli. Qo'rqmang, bundan hech qachon loyqa sochib qo'ymang. Mana bu nima deydi? Suvdan tortmang. Hozirgi kunlarda suvdan tortmang. Yengil-yengil etkazing. Yengil tez-tez beravering. Mana hozir o'sha tagidagi hosillari siz hosil termagansiz bundan, olib tashlamagansiz. Yo'q, olganim yo'q. Ay, sovuq bo'ldi. Ya, o'zi ko'chatingiz baqiyotibdi. Mana hozir mana shu yerda hozir ko'rib turibman, 5 ta 6 tani yetkazib berib turibdi. Xudo xolasa mana shularni bir terim qilganingizdan keyin palagingiz o'sishni boshlaydi. Yana ham zo'r bo'ladi. Endi Umid aka, xolisona gap, mana Starway yangi gibridimiz haqida bir plus yoki minus tomonlarini bir gapirib o'ting dehqonlarga. Endi buni olib kelib, bir tur Hedbekka ko'rdik. Bu hozir Hedbekdan ham menga yaxshiga o'xshayapti. Xudo xolasa hali ko'rasiz teparog'ini. Buni hali parvarishida ham, boshqasida ham endi ko'pchilik o'rganimiz buni qimir-qimir qilib qo'ymizda bo'ldi deymiz. O'zidan o'zi bir xudoyim berdimi? Bir adaqasi yaxshi bo'lyapti. Albatta, endi nima deydi? Hamma narsa Allohdan, qolgani bizdan. Mehnatni qilib, chiroyli qilib, adashmasdan agrotexnikalarni qilsak, juda yaxshi bo'ladi. Xo'p, Boburbek, ana shu qo'lingizda endi berasiz endi. Umidjon aka, mana shu bizga hamkorimiz mana shu Sunginta firmasi Urug'da Sunginta firmasiniki ko'rgan spachkalarini har bir dehqonlarimizga mana shunaqa chiroyli qaragan dehqonlarimizga sovg'alar berib oladi. Mana ichida kepka, futbolkalari bor. Rahmat. Keyin asosiysi daftar, ruchka bor. Hurmatli bobo dehqonlar, shu daftar, ruchkani nimaga beramiz bilasizlarmi? Qachon ekildi, qachon pishdi, qanaqa dori sepdi, hammasini yozib yuring. Keyingi yilda sizga bu aniq tajriba bo'ladi. Tajriba to'g'ri bo'ladi. Umidjon aka, endi sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allohim barakasini bersin. Ertaga bir 3-4 qopni uzib, chiroyli narxlarga sotib, mana narxlarimiz ham zo'r. Eslatib o'tamiz bobo dehqonlar, 1-aprel holatiga Oltiariq tumanida 13 ming, 14 minggacha bodring sotildi. Xudo xolasa narxlarimiz yaxshi. Endi Allohdan sizga kuch-quvvat, baraka, bag'da. Sog' bo'ling Umidjon aka. Rahmat, salomat bo'ling. Kam bo'lmaydi. Sizlar bor, mana dehqonlar ham mazza qilib ishlayapti. 1 yil ekdik, adashdik. Mana siz bilan aloqa qilganimizdan shag'i hamkorlik. Rahmat aka. Dehqonchiliklarimiz ham ancha barakali bo'ldi. Rahmat, sog' bo'ling aka. Alloh barakasini bersin. Bola chaqamiz bilan mo'l ko'l tirikchiligimizni o'tkazyapmiz. Kam bo'lmaysiz. Rahmat aka, sog' bo'ling.